hududi Samarqand viloyatining Ishtixon tumani Mitan posyolkasining To'por mahallasiga qarashli Keldar ukamizni xonadonidamiz hozir. Singlim, ismingiz nima? Mudira Ijobat. Yoshingiz nechida? Yoshim 38da. Nechta farzandingiz bor? 4 farzandim bor. 4 ta farzandingiz bor. Kattasining yoshi nechida? 4 sinfda. Kichkinasi-chi? 2 sinf qizim bor, 5 yosh qizim, 3 yosh qizim bor. Ishda qizim bor. Mana ko'p farzandli oila ekan. Qayerlarga murojaat qildingiz, singlim? Mahallaga bordim. Mahallangizda nomi, turar joyi To'por mahallasi. To'por mahallasining raisiga murojaat qildingiz. Ha, shu raisiga murojaat qilib bordim. Menga yordam qilasizlar deb. Lekin ular bilan yordam qilmadi. Qiynalaman juda qiynalyapti. Gapiravering. Sizni mana hozir prezidentimizgacha boradi degan umiddaman. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, efirda Ming Chinor, siz bilan Zafar Dultayev. Bugungi suhbatimiz prezident tomonidan prezidentimizning tashabbusi bilan mana bu nima desam ekan? Mahallaga berilayotgan imtiyozlar, mahallaga berilayotgan mablag'larni adolatli ravishda tarqatilishi nuqtai nazaridan tashkil etilgan tizim, ya'ni onlayn tizim. Har bitta inson misol uchun yordamga muhtoj bo'lgan, qandaydir bir imkoniyati, iqtisodiy imkoniyati qiyin ahvolda bo'lgan har qanday mahallaning a'zosi o'sha mahalla binosiga kelib yordam puli, moddiy yordam puli yoki bolalar pullarini so'rashi, o'shalarga hujjat topshirish bu ilgarigi tizimda emas, hozirgi onlayn tizimda. Ya'ni 9 ta vazirlikning ishtiroki biriktirilgan tizimda xulosa berilish evaziga o'sha odamga, o'sha insonga o'sha moddiy yordam yoki bo'lmasam bolalarning puli chiqarilishi to'g'risidagi qaror va uning ijrosi amalda ketyapti. Endi bugun bu o'sha imtiyozlarni mahalla raisi ham, mahallada ishtirok etayotgan yettilikni ham qo'lida emas. Bu onlayn dastur, onlayn dasturning yordami bilan amalga oshadi va mana shu onlayn dasturda prezidentning ko'rsatmasi bilan 9 ta vazirlik kiritilgan. O'sha 9 ta vazirlikning talablariga, tartiblariga, mezonlariga to'g'ri kelsa, o'sha insonga moddiy yordam va boshqa o'sha yordamlar ajratiladi. Lekin bugungi gapim nima haqida? Mana men o'tgan bundan oldingi videoda bir oila haqida video qo'ydim. O'sha videoda kommentariyalarda turli-tuman kommentariyalar yozilgan. Kimdir unday degan, kimdir bunday degan. Lekin bir narsa aniqda. Bu oilaga, o'sha oilaga daromad kelmaydi. Davlat tashkilotlarida, byudjet tashkilotlarida na o'sha oilaning turmush o'rtog'i, na rafiqasi, o'sha xotini ishlamaydi. Ular qandaydir bir o'sha oilada hozir turmush o'rtog'i og'ir dardga chalingan. O'shadan keyin, o'sha darddan keyin bu oila juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan, tushkun kayfiyatga tushib qolgan. Mana shuning evaziga murojaat bilan men o'sha videoni O'zbekiston ahliga chiqardim. Lekin prosmotr unchalik men kutgan darajada bo'lmadi, chunki bugun jamiyatimiz bunday oilalar bilan uncha qiziqishi deyarli yo'q. Bugun bizlarga nima kerak? O'zingiz bilasizlar, mana bu show biznes yoki bo'lmasam boshqa bir internetni portlatadigan darajadagi o'sha qahramonlar, o'shanaqa oldi qochdi narsalar va o'zlaringiz tushunasizlar, yengil tabiatli videolar ko'proq yoqadi. Jamiyat bugun shuni ortidan ketyapti, lekin haqiqiy mana misol uchun og'ir ahvoldagi sharoitli oilalar bilan qiziqish kam. Chunki agar e'tibor qilsangiz, teleseriallarda ham boylarning xonadoni haqida filmlar olishadi.
Chunki ularning hayoti qandaydir qiziqarli, lekin kambag'al bosh qahramon bo'lgan seriallarda men ko'rmadim. Chunki kambag'alning hayoti zerikarli, kambag'alning hayoti hech kimga qizig'i yo'q, kambag'alning hayoti bilan hech kimning ishi yo'q. Lekin prezident o'sha mahalla, ya'ni xalq bilan prezidentning o'rtasida, davlatning o'rtasida o'sha deputat degan odam turardi, lekin deputatga bugun ishonch qolmagani uchun u deputatni biz deyarli esga olmaymiz, tanimaymiz, bilmaymiz, unga murojaat qilish uchun uni manzilini ham bilmaymiz. Faqat mahallani bilamiz. Mana shu mahalla prezident bilan xalqning o'rtasida turuvchi yagona eng so'nggi tashkilot. Lekin bu tashkilotga murojaat qilganlar bugun hech qanday natijaga erishmayapti. Shu jumladan oldingi videoda qo'ygan o'sha men qo'ygan oila. Mana shu oilaning og'ir ahvoli. Ko'plar bunaqa oilalar ko'p deb yozyapti kommentariyada. To'g'ri, ko'p, lekin bir narsani tushunish kerak inson. Lipoma, linkemiya bu nima degani? Buni ko'plar tushunmaydi. O'sha tushunmaganlar mana shunday kommentariyani yozyapti, lekin lipoma degan so'z bu oddiy xastalik emas. Bu shunchaki gripp emas, bu shunchaki nima desam ekan? Bo'g'in kasali yoki boshqa narsa emas. Bu kasalning davosi yo'q, bu dard bedavo dard. Mana shu og'ir xastalikka duchor bo'lgan, mana shu kasallikka chalinguncha o'sha oilaning a'zosi, ya'ni er va xotin to'xtovsiz ravishda mehnat qilib mana shu imoratni barpo qilgan. Endi esa yo'lda yarmi bosib o'tilgandan keyin bu oilaning xo'jayini og'ir kasalga chalinyapti va kelajakni ko'rmayapti ular. Ularning oldida qorong'u zulmatli yo'l bo'lib qolyapti. Shundan tashvishga tushib, qo'rqib mana shunday ahvolga tushyapti. Lekin bir narsa ma'lum, mahalla bilan, davlatda o'sha fuqaro bilan, o'sha oila bilan davlatning o'rtasida turgan mahallaga murojaat qilingan, lekin murojaat e'tiborsiz qoldirilgan. Lekin bir narsa borda. Kimga moddiy yordam, kimga imtiyozlar berilmaydi? Prezident chiqargan o'sha iste'mol savatchasi bor, davlat chiqargan iste'mol savatchasi, buni 640 ming edi, 670 mingga chiqarishdi. Ko'tarishdi uni narxini. Lekin 670 ming oilaning har bir oila a'zosi 670 mingdan ziyod daromadga ega bo'lsa, o'shalarga moddiy yordam chiqarilmaydi. Agar u davlatdan mana shunday qaysidir yo'llar bilan, balkim byudjet tashkilotlarida ishlab yoki pensioner bo'lsa, ularning ikkalasining puli qo'shilib, oiladagi nechta oila a'zosi bo'lsa, o'shalarga bo'linsa, o'sha 670 mingdan oshib ketsa, unga moddiy yordam chiqarilmaydi. Mana shu tartib bilan ishlaydi bugun. O'sha 9 ta vazirlik ham, o'sha mahalla ham, o'sha davlat ham mana shu narsada, mana shu tizimda ishlaydi. Lekin bir narsa ma'lum, bu oilaning na eri ishlaydi, na xotini ishlaydi. 6 ta oilada 6 kishi, 6 ta inson bor. 4 ta farzandi, er, xotin bor. Agar o'sha 670 mingni 6 ta insonga ko'paytirsa, bu 4 million 200 ming kelib chiqadi, lekin u oilaga 4 million 200 ming mablag' kelmaydi. Nima uchun endi bu tizim ishlamayapti? Nimaga bu tizim joriy qilinyapti-yu? Mana shunday oilani o'sha 4 million 200 ming kelmasa ham, lekin e'tiborsiz o'sha tizim bunga imkon bermayapti. Bu tizimdan foyda bormi? O'sha 9 ta vazirlik, oti ulug', lekin qilgan ishi mana shunday qip-quruq. O'sha borliq, o'sha Samarqand viloyati Ishtixon tumani To'por mahallasida yashovchi mana shu oila. Men nimani aytmoqchiman? Men aytmoqchi bo'lganim shuki, bugun mahalla talabga javob beryaptimi? Bugun o'sha tizim 9 ta vazirlik o'sha oilalarga moddiy yordam puli, davlatning imtiyozlari, imkoniyatlarini yetkazib beruvchi tizim bugun ishlayaptimi? O'zini oqlayaptimi? Yo'q, albatta. Mana bu oilaning o'sha oila misolida buni ko'rib turibsiz. Qissadan qissa shuki, imkoniyati boricha mana shu oilaga yordam qilasizlar. Endi to'g'ri, shunday insonlar bor. Men ularni noto'g'ri qilyapsizlar deyishdan fikridan mutlaqo yiroqman. Lekin bir narsa aniqda, umra safariga, haj safariga borishadi. Qayta va qayta borishadi, lekin yon qo'shnisi, atrofida yashayotgan mana shunday oilalarni ko'rmaslikka qoladi. Endi to'g'ri, Arabiston, o'sha umra, o'sha haj, o'sha Makka, Madina, to'g'ri, cho'lda, qirda bir mana shunday bir suvsiz joydan qurilgan ulkan shahar, lekin
unga borayotgan mablag'ning chegarasi yo'q, lekin mana shu o'zingizning yurtdoshingiz, o'zingizni qo'shningiz, qarindoshingiz mana shu ahvolda tursa, bu qanday tatiydi? Vijdon nima deydi? Mana shu vaqtda o'ylab ko'rsangiz, aziz tomoshabin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.